Assalomu alaykum. YouTube ishqibozlari, chorva ishqibozlari, chorvalar obunachilari. Mana sizlarga bir-biridan gullaridan. Bormi? Bor, bitta zo'ri menda bor deydiganlardan mana olib kelib qo'ydik, xudo xolasa. Bugungi sanamiz 23-avgust. Toshkent viloyati, Qibray tumani. Mayskiyda. Kimda deysizlarmi? Albatta o'sha Eldorjon. Arzonchuka fermalarida. Mana xudo xolasa. Bir-biridan gullari. Shved, simental. Hammasi birinchi qorin o'rtoqlar. Mana. Xudo xolasa 99 kodi bilan 820 85 05. 24 ga 7 aloqadamiz xudo xolasa. Aytib o'tilgan narxlar dastavkalarni O'zbekiston bo'ylab qilib beramiz. Kelishilgan holatda xudo xolasa. Hammasi birinchi qorin. Eldorjon, assalomu alaykum. Qarijoning sog'mi? Yaxshimisiz? Tuzukmisiz? Charchamasdan. Ha, rahmat. Kela qoling. Charchamayapsizmi? Gullarni olib kelibsiz mana xudo xolasa. Durlari. Durlar, ha? Ana. Bunaqasi qani qatta borsa, menda degani, bitta dona degani. Degani ham siramaydi bular Eldorjon. Rasmga tushaman deyapti bu. Rasmga tushaman deyaptimi? Rasmga. Mana o'rtoqlar, mana xudo xolasa. Faqat shved, faqat semental. Mana ostlarini qarang, mana. Joning sog' bo'lsin deydigan joy. Xudo xolasa obuna bo'lmaganlar obuna bo'lib qo'yasizlar. Mana. Soniga nechta Eldorjon bular? 30 bosh. 30 bosh. 31 bosh. 31 bosh. 15 ta semental, 15 ta shved, 16 ta semental. 16 ta semental, 15 ta shved. Necha oydan necha oygacha bular Eldorjon? 6 oydan 8 oygacha. Mana 8 oylik deyilin so'g'allar. Mana xudo xolasa, mana o'rtoqlar. Bo'ylarini aytib ket. 1.55, 1.60. Bo'ylari 1.55, 1.60. Jivoy vesiga qancha xudo xolasa? Shvedlarimiz 750 dan 8 kilogacha. 8 kilogacha. Sementallarimiz 900 kilogacha. 900 kilogacha jonivorlar dumbala solib, ro'sarasi zo'r boqilgan ekan Eldorjon. Yevropa, Germaniya. Germaniya? Mana. Mana. Buldokka o'xshaydi-ya. Voy, jonivor. Olib tashab qo'ying xudo xolasa mana. Qandayki buni bitta bolasi ham o'zi buni qarasangiz 20 million so'm pul bo'lyapti-da. Eldorjon, nech pulgacha qilib beramiz bularni? Keyin dastavkalarni qilib beramizmi? Xudo xolasa O'zbekistonda dastavkalar 12 ta viloyatga qilib beramiz. 12 ta viloyatga qilib beramiz, a? Ha, dastavkalar 12 ta viloyatga qilib beriladi. Pullari nech pullar Eldorjon? Pullari o'ziga qarab hammasi. 75 million so'mdan 90 million so'mgacha. 75 million. Mana shu yurib ketayotgan mana shu voy, uni qarang, chotlarini buni. Yurishni o'rganganmi bu? Bu nech pul Eldorjon mana mana? Qaysi? Mana shu. 80 million so'm. 80 million so'm. Quloq raqami 0762 ekan o'rtoqlar mana. O'zi tushib beryapti-yu fonga. Kinnegacha jonivor xudo xolasa yelin solganda mana. Xo'p. Nech pulgacha dedik Eldorjon? 75 milliondan 90 million so'm. 90 million so'mgacha, 75 million so'mdan. Zoldir kallalari bor. Mana. Xudo xolasa mana obuna bo'lmaganlar obuna bo'lib qo'yasizlar. Aytib o'tilgan narxlar dastavkalari bilan qilib beramiz, chiroyli qilib xudo xolasa. Faqat tanlash o'zingizning qo'lingizda. Mana keling, ko'ring. Lokatsiyalarni beramiz xudo xolasa. Mana. Toqqa. Yurish turishlari, orqalarida. Tanijoni. Mana, qarang. Oh. 10 tasini bir joyga so'rashsa-chi Eldorjon? Kelishilgan holatda qilib beraveramiz. Kelishaveramiz, u yog'ini ham. Novvatni juda zo'r ekan Eldor. Ha, Novvatli o'zi har doim zo'r. Har doim zo'r. Bu nech pul Eldor? Qaysi? Bu Novvatni o'zi. 80 900 kilo chiqsa kerak, Eldor. Bular mashiladi, 900 kilo keladi. Mashila? Mana bunisi. Ha. Novvatimiz mana 34 810 ekan quloq raqami o'rtoqlar. Mana. Xudo xolasa bitta quloq raqamlarini aytib ketamiz. Bunimiz 121 08 ekan. Bu nech pul Eldorjon? Qaysi biri? Mana o'rtadagi. Bu ham 85 million. Bu ham 85 million. Bunisi-chi oxir qizili. Unga 88 million so'm. 88 million so'm. Mana hammasi turib o'tyapti. Sekin. Mana o'rtoqlar, mana. Manzara. Mana manzara. Voy. Ashularni qo'yadigan joyi keldi shu yerda. Moli ko'p deb, ha? Yevropa. Mehmon bo'lman, nomardda degan joylardan. Mana jonivorlar, mana. Xudo xolasa 99 kodi bilan 820 85 05. Xudo xolasa 99 kodi bilan 197 87 31. Raqamlarimiz xudo xolasa 24 ga 7. Sizlar bilan aloqada. Mana jonivorlar, mana. Mana yerlar turibdi mana. Degan joylari. Joning sog' bo'lgunlar mana. Xudo xolasa. Mana shvedlarimiz. Eldorjon, bularni
obunachilarimiz Naboda Telegramga tashrif bering desa, hammasini videosi bormi sizda? Albatta Yo, bor. bitta tanishtiravizmi oldiga o'tib? Yo'q, bor hammasi. Hammasi videosi bor, a? Endi buni tanishtirgandan ko'ra kelib ko'z bilan ko'rsa boshqa dunyo. Ko'z bilan ko'rsa bitta olaman degan odam ishlab ketadi buni ko'rsa. Shunaqa. Ko'z bilan ko'rsa haqiqatda boshqa narsa. Xudo xolisa tuqqanda 30-35 ta sut beradigan xillari mana shu. Xudo xolisa. Birinchi qoringa lekin chempion, bular ikkinchi qoringa Ayeldor. Ha, Xudo xolisa. 1 tonna 200 lik bo'ladi bular. $10,000 xudo xolisa hozirgi paytda. Hozir ham bo'ladi $10,000 yetilsa. Xudo xolisa yetilib tursa, konkurenti yo'q narsalar. Ha, bunga yetadigani yo'q, to'g'ri aytyapsiz. Konkurenti yo'q. Xitoy bor, Rossiya bor, nima bor? Belorussiya bor, Yevropa yo'q. Yo'q, to'g'ri aytyapsiz. Germaniya yo'q. To'ppa to'g'ri aytyapsiz. Mana qarang. Yo'q. Hali kuragi buzmagandir bu jonivorlar? Kuragi yo'q bularni hali. Mana. Kuragi yo'q bularni. Xo'p, obuna bo'lmaganlar obuna bo'lib qo'yasizlar. Xudo xolisa nomerlarga aloqaga chiqib, Eldorjon bilan muomalada bo'lasizlar. Lakasga tashlab berasizlar, dastlabki qilib Xudo xolisa chiroyli qilib olib borib beradi Eldorjon o'zlari. Xo'p, tan joyingiz sog' bo'lsin. Xudo xolisa keyingi videoda ko'rishguncha. Mana mashinaqalardan olib tashlaylar, mana mashina. Mana men ketaman birinchi devat. Xudo xolisa. Obuna bo'lmaganlar obuna bo'lib qo'yasizlar.